Assalomu alaykum hammaga. Bugun bugun bizlar shuncha insonlar kuzatib kelib tomosha qilib turibdi. Hammalarga rahmat. Mana shu bizning O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turganlaringga shunchalik. Bizlarni ichki ishlar MMA federatsiya akalarga ham rahmat. Aziz akalarga jon arzon bo'lsin. Nasib bo'lsa, hali men to'g'risi uncha trenировка qila olmadim. Chunki bu yaqinda vizit tashlaganda, chunki Tailandda shug'ullanib, necha oydan bir forma qilib beruvdi, lekin men 15 kunmi, necha kunda qolganda jangini qabul qildim, qochmadim, chunki menda jilena bor. Nasib bo'lsa, inshaalloh yanagi jangimda shug'ullanib, o'zimga forma qilib, chiroyli bo'lib qaytaman. Meni qo'llab-quvvatlab turgan butun ota-onam jonlari zamon bo'lsa, meni har doim istaman, yutqazsam, padishka qiladi. Sizlar ham ayni o'zim hammamiz o'zbekmiz, bir-birlarimizni yutqazish, yutish Allohdan. Padishka qilinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Ustozlarimga rahmat. Mana bu Ilatxomiyga rahmat, men sponsorim. Padishka qilib har doim yomon yaxshi kunlarda ham padishka qilib turibdi. Hali bu yutqazish narsa emas. Alloh izniylab yanagi sizlarni xursand qilaman. Barchalarga rahmat.